Assalomu alaykum qadri baland qadrdonlarim, hurmatli aziz opa singillar, aka ukalar, yaxshimisizlar, zo'rmisizlar? Avvalambor bizni kanalimizga obuna bo'lganlaringiz uchun kattakon rahmat. Aytib o'tayin, kibrlanib ketganimiz yo'q. Prosta bizda ham quyosh chiqdi Rossiyada. Shuning uchun quyoshga ochka topib oldik. Erta bilan turamiz. Hayotning qonuni bu deb xizmatda, elning xizmatida, sizlarning xizmatlaringizda, sizlarning bizga bo'lgan ishonchlaringiz, bizning sizlarga bo'lgan mehnatimiz bu. Biz qancha ko'p mehnat qilsak, sizlar shuncha ko'p bizga ishonch yo'llaysizlar deb o'ylayman. Shuning uchun ertalabdan faqat kechasi yarim kechagachaki faqat xizmatda biz. Faqat yugur deydi-ku. Bu dunyoga kelibmiz aziz do'stlar. Hayotning achchig'i-yu, cho'chchig'i-yu degandagin hayotda mazlumni, hayotda bir manoli, hayotda bir maqsadi bilan yashashni o'zimga, masalan, men boshqalarni bilmadim. O'zimga shu narsani maqsad qilib qo'yganman-da. Hayotdan nima yashashdan, nima sababga bu dunyoga keldingki, bu dunyodan nima sababdan ketyapsan? Shuning uchun bu kimgadir masalan og'ir botishi mumkin, uzr, kimgadir achchiq haqiqat bo'lishi mumkin. Buning uchun oldindan uzr so'raymiz. Prosta bu o'zimizdan o'tgan narsa. Bu nima deydi? Erkak kishi ayniqsa bu dunyoga keldiki, maqsad bilan yashash kerak dunyoda. Nimagadir intilish kerak, nimagadir harakat qilish kerak. Oddiy oilaviy sharoitdan kelib chiqqanda bu narsa, masalan, bu dunyoga kelibmizki, bu ko'rishimiz kerak. O'g'il bola, erkak kishi ayniqsa umuman chekinmash kerak orqaga. Faqat oldinga. Qandaydir sening dushmanlaring bor, seni ko'rolmay turganlar bor. O'sha kungidayin bitta ikkita negativchilaring bor. Hammasi uchun xursand bo'lish kerak bu dunyoda. Hammasi uchun xursand bo'lish kerak. Faqat oldinga bo'lish kerak. Boshqa birov kimdir nimadir deydi, kimdir yaxshilaydi. Yaxshilar uchun ham biz yaxshimiz, yomonlar uchun ham biz yaxshimiz. Bizda faqat yaxshi so'z, yaxshi tilak, yaxshi niyat, faqat yaxshilik bizda. Hammaga birdek omad tilashni yaxshi ko'ramiz. Bu dunyoga hech kim kam bo'lmay, hech kimni orzusi nima, orzuyimiz ulashsin deydi-ku, orzuyingiz ulashmay qolmasin. Bu dunyoda kim kelibdiki, nima orzu qilganki, shu orzusiga biz tilakdoshmiz. Bizning maqsadimiz hozir Telegram kanal ochib, maniki yo'l nima, shunday o'yinlar, boshqalar chiqaryapmiz. Bizning maqsadimiz lichni masalan, meni hozir kuzatib borayotganlar bor. Meni taniydiganlar bor, meni biladiganlar bor. Lichni mening masalan bu narsaga vaqtim yo'q, agar bunday qilib aytganda-da, vaqtim yo'q edi masalan bu narsaga. Lekin menda yurakda qiziqish bor bu narsaga. Vaqt topmay iloji yo'q bu narsani. Odam bir dunyoga shunday bir narsaga qiziqdimi, shu narsa uchun vaqt ajratish shart. Vaqt topish kerak. Men shunday deb o'ylayman. Masalan, o'zimdan kelib chiqqanda bu narsa. Men kuzatib o'tdim, ancha vaqt kuzatib yuraman. Mana как ustoz o'rnida ko'rarmiz endi. Biz masalan u odamni tanimaymiz, u odamni prosta podpischigimiz, kuzatib boramiz. Bahodir Birot, tog'ajiyanlar, aka ukama deganlar bor. Yana bir ikkita va hokozalari bor. Kuzatib boramiz shularni. Masalan, qizig'ish bizda bir, qani qanday bo'lyapti, kim haqiqatda, kim yo'nida, ishonchda, masalan. Malades, rahmat. Maniki bitta shu Bahodir Birotni, masalan, shu Bahodir Birotni ko'p kuzataman. O'zim juda ko'p o'ynayman ham unda. Juda ko'p o'ynayman ham. Lekin Bahodir Birotda men o'ylaymanki, juda ko'p
hamma bo'layotgan narsalari haqqoniy deb o'ylayman. Men uni bir maqtash u odamni, chunki men odamni tanimayman. Men u odamni bir maqtash ya bir boshqada emas. Lekin men u odamdan bir ham narsa yutmaganman ham. Bir ham narsa. Bir martama, ikki marta padarishni biletma, 2000 rubllikma yutuq ana bo'lingan bo'ldi. Keyin o'yinga bilet bering bo'ldi deb bilet yozib qo'yganimiz bo'ldi. Masalan, unday bir dollarlar, ya bir mashinalar, ila bir narsalar yutib olganim yo'q. Yo'q, lekin o'ynayman. Постоянно o'ynayotganimda shuni bilamanki, men yurakdan, ko'ngildan chiqarib o'ynayman. Alloh menga bersa bersin, menga bermasa men beraman, kimgadir deb beraman, masalan. Menga mana Alloh beryaptiki, men ham kimgadir shu narsani beraman deb beraman. Xud ozginadir, xud kamginadir. Shu narsani men ham ulashayin. Kuzatib boramiz, ko'p shunday yo'q bor, o'rta o'ziga to'q oilalarga tushayotganlar ham bor. Juda kambag'al, sharoiti og'ir, kambag'al deb masalan kambag'al ham deya olmaymiz birovda. Sharoiti, короче, shu mashinalar borib tushayotgan joylarni, ko'p joylarni kuzatyapmizki, mashina shu odamlarga kerak bo'lib turgan odamlarga tushyapti. Shu mashinaga muhtoj bo'lib turgan odamlarga tushyapti. Shu orzu qilgan odamlarga tushyapti. Shu narsani orzu qilyapti ular. Mashina yutishini, boshqa qilishini. Allohga shukr, bizda bor mashinamiz, bir narsa demaymiz, masalan. Lekin kimdadir shu narsa yo'qdir, masalan. Kimdadir yo'q. Shuning uchun orzu qilgan odamlarga osh bo'lsin, молодец. Biz ham xuddi shu narsani shunday chiqardikki, biz ham xuddi tilagimiz shu. Yo'q odamlarga tushishini xohlaymiz. Kimdandir biz birgalashib, biz bu yerda masalan bu kanalda ochib biz ish boshlagan ishimiz bizning bir prosta elga xizmatimiz, kimningdir ko'nglini ko'tarishlik. Kimdir aytib o'tyaptiki, что harom, halol, nimadir, yana nimalardir, negativlarimiz ham bor. Bu dunyoda gunoh qilmagan odam kamdan kam. Gunoh qilmagan odam o'zi yo'q bu dunyoda. Agar gunoh deb hisoblasa ya bir boshqa deb hisoblasa. Lekin bizning masalan hozirgi maydagina nima deydi bu qoldirg'ochlar deb nom oldik-ku, o'yinchoqdek o'yinda bizdagi bunday maydagina ixchamgina o'yinimiz masalan 500 tagana biletimiz, padarkalarimiz, hamma narsasini bunday lubiy odam Rossiyada yurgan odamning bari masalan rublni ko'rib yurgan odamning bari hisoblab chiqarib qo'yibdi-da biz. Biz minusda emas, biz plusda emas. Biz plusda emas, minusda bo'lsak minusdamiz, plusda emas. Lekin biz shu narsaga hamma masalan sizlar 5 ta bilet olganlar bor, 10 ta olganlar bor, 3 ta olganlar, 1 dona olganlar bor. Shular rozi bo'lib tashlayapti-ki, biz ham shu narsani rozi bo'lib o'ynatamiz. Mayli, 4 5 minusda bo'larmiz, boshqada bo'larmiz. Bizda borki, biz shu narsani chiqarib o'ynatyapmiz. Ana shu bizda agar shu bo'lmaganda, shu narsani qila olmaganimizda biz shuni o'ynatmagan bo'lardik. Shuning uchun aziz qadrdonlar, aziz podpischiklar, aka-uka, opa-singillar, ming bor sizlarga yana bir bor rahmat. Kanalimizni kuzatib boringizlar. YouTube kanalimizga obuna bo'lingizlar. Bizda 200 ta bilet qoldi, 200 ta, 300 ta. Ishonch bor ekanki, mana shu narsani amin bo'ldimki, ishonch bor ekan, ishonayotganlar bor ekan mana bizga bilet. Молодец, rahmat. Biletlarimiz yaxshi, yomon emas. Men ko'p shunday o'yin o'tkazganlarni ko'rganman. Birinchi biletini 1 oylab sotganlar bor. 1 oylab o'tkazganlar bor, kutib o'tganlar. Bizda maniki hali 1 hafta bo'ldi endi. 1 hafta. Hozir harakatda. Chunki bizning o'zimiz ham nima deydi, xalqning hali hech biz tanilmaganmiz. Hech kim bizni tanimaydi. Biz o'zimiz ham hali tayyor emasmiz bunday bu narsaga polностью tayyorgarlik ko'rganimiz yo'q. Startni berishga berdik. Bu yerni asosda qilib tayyorlab kelyapmiz. Masalan, mikrofonlar, YouTube biletning raqamlarini men olib keldim. Startni berdik, keyin zakaz berdik bu narsaga. Bu narsalarga keyin zakaz berib, mana shuning uchun hozir erta kech faqat ko'chada bunga chopamiz, bunga chopamiz, bunga chopamiz. Shuning uchun bizda hozircha vaqt ajrata olmayapmiz. Sizlarga bir joylarda borib video qilib ko'rsatishga, video qilib tashlashlarga, boshqalarga biz hozir unga vaqt ajrata olmayapmiz. Vaqt bizda hech iloji bo'lmayapti. Lekin mana shu narsaga men ham aminmanki, что o'yinimiz haqqoniy, chiroyli, martabali bo'lib o'tadi nasib bo'lsa hammasi. Sovg'alarimiz
dollarlarimizni masalan qanday aytsa balkim tashlab berishimiz mumkin. Shu yerda promo efirning o'zida balkim narx berishimiz mumkin. Lekin bizda 3 ta головный yutug'imiz bor. Bitta iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro, ikkita Samsung Galaxy S24 ikkita bor. Ikkalasini bizga nasib qilib shu O'zbekistondan, Rossiyada territoriyasidan yutib olganlar bo'lsa, Tojikistonlarga ham balkim harakat qilarimizki, va'da bera olmaymiz. Masalan, bor bizda ham tojikistonlik bizni kuzatib borayotganlar ham bor. Bitta yarimta ko'ryapmiz, yozyapti, masalan, tojikchalab yozayotganlar bor, kuzatib borayotganlar bor. Yutuqlarimiz qayerga chiqishdan qat'iy nazar o'zim harakat qilib olib borib berib topshiraman. O'zim olib borib topshiraman. Hammasiga harakat qilamiz mana shu narsaga. Nasib bo'lsa, yana bir bor sizlarga kattakon rahmat ishonch uchun, rahmat podpiska qilib yordam qilayotganlaringiz uchun. Yanada sizlardan shu narsani so'rab qolamiz. YouTube kanallarimizga obuna bo'lishlaringizni. Nasib bo'lsa, sizlar bizga ishonyapsizlarki, bizlar yuzimizni sizlar duolaringizda yorib qilishga harakat qilamiz. Mana shu narsaga so'z berib o'tamiz. Shu narsaga. Hammaga birdek omad tilaymiz. Sizlar bilan men Islom akasi. Omon bo'lingizlar, sog' bo'lingizlar.